Boshladik. Demak, mana bu qizil futbolchilar kelgan mana bu yerda. Bu yerdan olib men hech qaysini olganim yo'q. Menga eng yoqayotganlari mana Arda Güler, Husanov. Eng strashnisi Husanovda. Keyin Marmush bor. Mana Marmush, Omar Marmush. Ishqi bularni olish uchun muhim joy mana shu yer ekanda. Sezon pasdan olsak bo'ladi. Mana men 3 soat qo'ygan. 3 soatdan keyin qizil futbolchini olaman va buni ham video qilib chiqaraman. Albatta chiqaraman buni. Har bitta qizil futbolchini olgan paytim video qilib chiqaraman. Mana bu, mana Golovnoy Ubor trener degani. Bu mana futbolchiga ana u nima deydi? Treneringizga shlepa qo'shib beradi, shlepa mana. Shlepa. Mana shu yerdan bitta shuni olasiz, shlepa paydo bo'ladi shu yerga. Shundan shu narsa u qiziqayotganlar uchun, bilmaydiganlar uchun. Ko'pchilik uni bilmaydi. Bu yerdan opshi nechta olsak bo'ladi? Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta olsak bo'lar ekan. Opshi sezon pas ochib 5ta olsak bo'lar ekan. Bu safar men sezon pas ochmoqchi emasman. Unchalik qiziqmayapman ham. Bu albatta mana bu futbolchilar nima deydi? O'zlari kuchaytirilgan holatda keladi. Mana Husanov misol uchun 90 skorsi 90, uskisi 80, Vinasi 74, Silvasi 81ligicha qoladi. Bular umuman kuchaytirilmaydi. Dilisi prosta bu dilisiga qiziqayotganlar uchun bu qizil futbolchilarni deb dilisidan ketganlar ham qaytmoqda. Bu qiziqtirish uchun, prosta qiziqtirish uchun mana bu yerga olgandan keyin mana bunday qora futbolchilar hayotdagi o'yiniga qarab kuchaytirib beriladi dilisida. Bu mana bunday Batistutaga o'xshab, mana bunday kuchaymaydi. Bu mana qizil futbolchilar. Mana bu yerdan mana buni bosib kuchaytirmoqchi bo'lsam ham u qora futbolchi chiqadi. Bunday qizil futbolchi olsangiz ham chiqmaydi. Bularni faqat sezon pasdan emas, balkim Sobitiyadan o'ynab yutib olsa bo'ladi. 200 mingga ochilardi. Bu yerdan 3 ta jon bo'ladi. Bitta, ikkita, 3 ta jon bo'ladi. Mana 200 mingga bossangiz, Ispaniya, Portugaliya, Fransiya, Germaniya, Angliya, keyin yana hokazo ishqib mana shu yerdan birinchi o'rinda olsangiz 550 ming pul bilan mana qizil futbolchi beradi. Shu qizil futbolchilarni beradi. Qarashsa shunday gaplar. Keyin yana bu olishni yana bir yaxshi tarafi mana Dream Draftdan ham kelgan bu, lekin Yusuga kelgan. Bu olish emas, uni qiziqishga o'ynab chiqadi mana Dream Draftdan tarkiblardan 25 ta olmos, 3-o'ringa 5 ta, 2-o'ringa 10 ta, 1-o'ringa 25 ta. Qaror shunday gaplar. Men mana 3 soatdan keyin bugun o'ziga, ertaga emas, bugun o'ziga mana shu qizil futbolchini olish shunday vaqt tugaganda men sizlarga video qilib YouTube'ga qo'yaman. Hammaga xayr. Podpishka qilamiz, like bosamiz, obuna bo'lamiz. Xayr.